Ne oldu? Degende bir aramazsanca bir aram günü olğandı ekan. Qiziq gap qildi ekan. Meşq deganning bir aram kuni, ishlaydigan kun olmaydi. Har kuni qildigan nima bu? Har kuni qilaman, bak qildik. Men bir chiqib bir qatim yordamimiz beqanlar qanaşxanaga. Voy. Bo'ldi. Az qoldi. Keyin ondan chiqim. Chiqash tur. Bir ishtirayman. Bula atmamsa. Voy atya bol gosh tanıca bitke. Ha aqın qara aqınqa. Voy chiqamayoq. Voy mana chiqa bula. Ya gap qilib. Hey. Voy Chiqma. ya dada siz emasmi o'ynayotgan deb shunga Atya bula gosh atya bu. Voy chiqira mana. Imron. o dada o. Bo'ldi qilamiz, nashit qilamiz. Mana hozir mana. Ya men yetib qoldim bula. Mana hozir mana. Ha, issil yangzang ba. Ha. Al. Ağa götür. Çıkın apa. Mana, yılan. Elan. Apa dada? Ha? Bu degan şam bo'lgankin bizim taqqa chiqib o'ynabdilar. Taqqa? Ha? Tağda nim badamdi. O apa siz bilmediniz taqda. Hammadan sonra at minimiz. Qadg'aliqlarni ko'ramiz. Layla kuchatimiz, chaqratmoq chiqamiz. Ataqqa yamsın bir mashinasi apa. Ha, at minimiz deb imtihonga az qolganda taqqa chiqib, atqa minib pokka tushib ketsang, andan bir yerin bir sundirib andan. Hey. Ağzımın üstünde et degende. Yo'q lan gap qildi ekansan. Jenim apa bu mening saboqdoshlarimning hamma at degan ota-onalardan taqqa chiqib chambarak chiqarib ishim o't qo'yapti. Mening chiqqim keldi. Qayla? Chiqqan kep ketdim ha. Başcha chiqqim keldi. Amsi var o. Xonsen taqqa chiqib o'ynab şey bu. Yiqayroq da. Voy apa qiziq ekansiz. U chiqqandan o'yna vaqtga jotaq chiqqim yaxshi. Imron. Sening rasul chiqqing bormi? Voy chiqqimadi da. Anda vasvag'o. Ala. Men nashtini vag'o. Ravras bir qil. Uningdan keyin chiqsaq chiqayli. O islim. Bir demde endi o'tib ketdingizdan ham oyoqqa. Xudo. Bugun shanba armelash kuni bo'lgandan keyin bir oyinib havo yeb kirsak, bo'ldi-ku. Buning nima ketdi? Shundan bo'ladimi? Shu oyinib Zat ishqondan gapi biram, shundan og'zidan gap chiqib bo'lsa, bir demde o'rlashtirib bo'lsiz. Canım da tutsa. Ha, ma'qul deydi. Bular igna işte. Bo'ldi, ben to'ydim. Ben tayyorligimni qilayapman. Tayyorlik qilay? O sen bir qizib olib o'g'ayting ham tayyorlik qildigan. Chapinim nega qilsam? Bular ishtiga. Voy, meni yetmi. Bo'pti, mayli. Bo'pti. Bir demde ish topar ekansiz, siz men yo'q deyishni bilmagan. Amsi, men tayyorlik qilamdim. Oshta qil. Aras otqa minib qolsang, ha? Bular ishtiga. Nima qilgandim ava? Xotin, ey. Ha? Voy, bommamiz tezroq deyman. Voy, mana. Bir demda kech bo'ldi deydi baka. Ma'qul. Voy, ishchi. Menga acha juga. Ma'qul. Bular. Tukam, bu şu dağıtkan mı? Şu. Şu. Zaten oyun var mı? Dadam bor. Acayip yaxshi. Jira qo'ydim. Mush to'g'ri gap. Dada. Ha? Miyamalik gap. Voy, Davudka. Hayda, obdan tudingiz ma, salomatchilik ma. O'zingiz saq ko'nglingiz xotirjam. Yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Men obdan. Ha, ras. Akila xotin. Ma'am, azraq yallimash aka. Yurtni seg'inib qoldingiz yaxshi, ha? Voy. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi bilaman. Ha, yangangiz. Obdan tudingiz ma, salomatchilik ma. Yaxshi. Kilanglar. Yuqori tangiz. Kilang. Kela xotin, tatinma. Kilang, o'tiring. Voy. O qarab tursulg'u, choy demlanishdi aka. Bilanglar. Ma'qul. Ha, bilan. Kirib tur, birda men hashdik. Qanday ahvol? Obdan. Yaxshi. Shundaq o'zingiz obdan tug'ansiz aka. Yaxshi. Saq, ha? Ko'nglingiz xotirjam. Yaxshi. Bizmi yaxshi. Yaxshimi? Obdan. Qana, choy chiqichi, uningdan buningdan bir
Ağaç. Ha, ma'qul aka. Xotin, Xotin, badam chaqqa o'tir. Ukam, chayga o'zim kirib chiqay. Shundami? Tanımamsa? Siz tanımamsınız? Faqat tanıyamıdım. Biz qanaqa qilmaymiz? Qanday qilamiz deydi? Uy kirgan mehmon bo'lgan ekan, kutimizda uni qiziq gap qilgan. Bular bilan chaydan bilan ishdi. Bilan bochoqlar dedi. Voy, E'lon, ağaç o'tiraman. Keling aka. Qani xotin, chay qo'y. Ukam, tatmang. Aldık. Tanımadınız aka? Taza isimga alanmadim. Ben Asqar. Asqar? Ha. Asqar? Tanıgansınız? Hem tanıgansınız? Yo'q. To'g'ri tushunimiz aka, to'g'ri tushunimiz. Hem sizning ardishliq odamlaringiz jiq bo'lgan ekan, unutib qolsizda. Uni ustiga yurtmaylik bormilar, niye zaman sizga? Shu. Bu yerda ishlayotgani uzun yil bo'ldi ukam. Bizning orilish doiramiz kengroq bo'lgan ekan. Hamma odamni izganmoq taskin. Shunda. Men o'zim tanishtirib o'tay aka. İsmim Asqar. Men sizning dadingizning inisining bajisining usuliman. Ilqim. G'upurkamning bajisining Mehmetcanning inisi Asqar. Asqar kapsiz. Batadan. Ekim haqlimiz ukam. Haqlisiz keldi. Endi isim keldi. Silqib. Mehmetcanning inisi Asqar ulan. Shunda. Ha, manda danga çok olib ketibsiz emas mana. Uzun yil bo'ldi emasmi aka kurashimgina? Ha, isim keldi. Qanday? O'zinglar yaxshi turgansizlar? Obdan aka, obdan. Ha, jut ichi, urug' tuqqanlar hammanglar yaxshi-da? Hamma urug' tuqqanlar hammasi sizga ayt, sig'inib salom aytdi. Rahmat. Yurtmaylik kelsak, yurtmayligimiz ajoyib cho'ng o'zgarishlar bo'lib ketdi aka. Ha. Ma partiya hukumatining to'g'ri siyosatida anniki ma yuqoridan tushgan kadrlarniki jafoliq ishlashi bilan kentlarimizda hozir cho'ng o'zgarish bo'lib, ma shahardan qilishqisiz bo'lib ketdi. Chiroyli qilib ketdi. Hozir shahardan qilishqisiz deyman. Ba'zimiz tushunmasligimiz mumkin. Qaltis bo'lib ketibdi-da. Qilib ketdi aka. Anda ukam, biz birdan paranglashib o'taqash turaydi. Xotin darhol bir tamoq yesin, ha? Shunday qilay. Qanchada men bir narsa qilay. Japa qo'yamizmi bilan? Nim japa bo'ldi. Nim tamoq yegan bo'ladi. Ha, bizga nimbos o'xshash, nimbos tamoq tanlamaymiz. Ems munda olsunma. Sizlarmo yerib ichib kelganda, qancha suyaksalar bir nim qilaymi desa. Ha, mana naqilib. Ashtaqla. Tezroq bo'l, ha? Nima paranglish bo'ldi? Ma'qul acha. Tezroq, ha? Sizni japada qo'ydik acha. Rahmat. Ay, rahmat. Ma ishtirak aka. Var qo'ydik-da shu qilsa. Ukam, men navatdan sep qo'yayman. Ha, bo'ldi aka, men istashi kerak. Opa, haqiqatan chiqamiz. Jonim opa tomoq qo'pib sug'ondi. Mehmonlar kelib qoldi, qanday qilma? Yo, opa bu men chambirakni yo'llab o'tganman bu. Dinglashimda. Bo'ldi, chambirakdan o'tgan juyib. Hozir boshqa kun chiqib. Yo, har doim mustaqil tashlab chiqaylik. Qanaqa qilsanda mehmonlar tuyuqsiz kelib qolgan tursa. Dadangni tuqqanlarga. Bo'ladi unda, men unda sag'illarni to'p tip kiray. Moshla, xapoma bilan. Boshqa kun chiqib. O'xshabda. Alamat o'xshabdi. Qo'lingizdan tam bakkanchimi acha? Rahmat. Tetg'anda bo'lsin. Alamat dedi. Sizni bak japa qo'yapti acha. Oyoq ishqisi yo'q. Tetidi. Shuni bilan tijoratlaringiz obdan aka. Ukam, men tijorat qilmayman. Men o'qish bitirib, bu shaharda qilib bir bankda ishladim. O xizmat achab. Bankda? Yaxshi ekan. Alamat mana. Bu bankda ishlaydiganlarning puli bakjiq aka. Voy yaqay, normalda.
ayda bir 10-20 kilo alırsız akşam. Gap yok, alada oyunculuk dedi kendine. Onçida ish yo'q ukam. Gapimiz kelsak, sizlar shunday qilib nima ish qilyapsizlar? Sizden Paramız paramış bottadık mana. Ya men bilan paranlashyapsizlar. Nima ish bilan keldinglar demoqchiman. Ha, Mühim bir iş bilen. Muhim bir ish. Ha. Qani deb qilma. Şu siznizde. Voy. Men izlagan bo'lsam nimada? Oldingda o'tiribdim ha. Gaping bo'lsa, o'tirdi ya. Mandaş daka. Ama siz ma şehir tuğa adam. Köygen bilginiz, tunuş bilişleriniz cek. Anda oğan ki, muşu biz mühim bir iş, mesleğet vaat sizgi saldıgan. Şunu bir dişeyle dep gelgen. Chata yo'q. Dan. To'xtanglar, men birday bu gapni. İniq tushundiring mana. Bu munda gap aka. Biz bir shirkatni topgan. Bu shirkatga 10 ming koy mablag' salsak 20 ming koy olib keldik ya. 20 ming salsak 40 ming bo'lib ishtaq aylanib keldik ya bu pul. Bu ishni qilgan bizning qulim qo'shlarning hammasi hozir beyib tinib ketdi-ku. Shuningga uning bu ishni eng yaxshi yeri ishqim o'rlashtirdik ya. Nima to'xtang, ish qo'rlashtiram dik. Şu biz şu şirketni ko'rgach, aslida bilan men mush masalalarni qilg'ash bir şu qishanliq kelgandik. Voy bu bek yaxshi bo'pti, bek yaxshi bo'pti. Hey bu qanday yaxshi ekan bu 10 ming so'z 20 ming, 20 ming so'z 40 ming. Qanchalik vaqt shunday tez aylandik. Bu yaman tezki iş qilib, bu bizning qulim qo'shnilarmi mushu ishni qilib beyib ketdi-da. Shuning bilan anki bizim o'ltiramay keldik. Voy texe ish qo'rlashtirdik ekan. Ishdami? Bek bela aka bu. Fikrlarim. Agar Ha. mush ish sizlar degandek bo'lsa, haqiqatan yaxshi ish ekan. Meningcha bu ishninki cho'qim bir xatiri bor. Ya. Biz degandek bak yaxshi ishlik Ben dedim bu qulim qo'shnilar qilyapti, biz ko'zimizla ko'rdik. Shu. Degan bir tabiat. Qo'shnilarim beyib ketibdi deyman. Bunda da. Manda qilaylik. Agar sizda bu shirkatning adresi yoki aloqalash nomeri bo'lsa, urib bir ko'rib boqaylik. Qanday? Baba. Sen de kavago ale. Ukasını yançı kolunda elangla. Ben de mi? Ne? Mana. Aslında adresim var bana. Mushuma? Ha? Shuni ko'rib boqaylik. Mana. Hem şu kazan koymuştu yaman zayıf gettim denen bek capalık bu iş. Şu alsam pul tapılık aşkılaydı da. Mana, men demedim-mi? Ne oldu? Bunda numar yo'q, ishlatilmagan deydi. Ya aka hata olab qoldi, qayta desana qayta. Ya, o'xshash, mana o'xshash. Xato yo'q. Ha ya çokum ya itilib qoldi bunu ya işlemaydigan ya bir yer berib qoldi. Manda olsun. Ataytin kelgandikin ish kuch ko'may uyda turinglar. At akangiz shu adres bo'yicha berib, aniq bir o'qib baqsin. Ishla qilamdi. Ha baka bu Bu gapmi to'g'ri oldi. Boya sil dedinglar, bizning mayldikilbek beyib ketdi. Balkim oldingi bir ashkadan beyib ketishi mumkin. Naqsizlik kelganda yo'qolib ketsa-chu. Buni yo'qligini olmaydi. Shunga biz vaqo, unda o'ylashaylik. Ata mush adres bo'yicha men berib aloqalashib baqay. Agar mush shirkat bo'pli qolsa, mablag' soldig'ashni uningdan kerak deyishimdi uka. Ha shu salimiz. Bu degan bay ish bu bela ish. Salimiz mablag'. Shu ashta Ana o tatinmay mush uyda yetib qo'pavringlar. Qanday berdi? Ha bo'ldi tatnishim. Ta sat turamo ya. Ha hech qisi yo'q. Bizga urug' tuqqan tursa. Ha, to'g'ri. Ya Demba. Akıyana. Otur ya. Yata böyle. Ate. Uya oynayotgan mı? Uya oynatma. Ay. Çak qilganda edim. Kim edem bormi? Nada? Hojatxonada? Ay ya qadam yo'q. Bo'pti o'yna. Ma'qul. Ya Demba. Ya otur ya.
dadisi. Ha? O'ylab boqsam, ash Asqarjon degan ish xeyli bo'ldiga ish ekan juma. Biz mablag' salayla. Voy, xotin. Men seni hali o'qigan, ziyoli, bilmava ayol desam, sen mi tayliq ekansan juma? Mush bir qalayimqa ishqa ishinayaptamsan? Ishonmaydiganға sizlar uning aldamchiligini bilamdinglar. Ul aldamchi olsa shuncha odam shuliq mablag' sap beramda. Hey, haq qildigan ish topolmaganda yo'g'on shirkatni qurib, ondan aldamchilik qilama. Qiziq gap qildi ekansiz sizlarmi? Bu gapingga to'g'ri. Lekin bag'o xotin. Mushunda asalli pul topadigan ish qilag'o. Faqat ishongim kelmaydi. Ayca, mayli qandaq olsun, atibi Asqarjonni elib shu shirkatga berib bir o'qib beqinglar. Aramaga vaqtimizda Asqarjon arayal kelib qoldi. Meningcha, bu yaxshi bo'ldi? Ha, yaxshi bo'ldi. Chunki o'zimizning tuqqin emasmi? Shu. Munda qilaylik xotin. Atama Asqarjon arayal biz hammaylar chiqib tog'ni bir aylanib kelaylik. Toq chiqimiz desakmi, Imron xo'sh bo'lib ketdi emasmi? Buning orzusimi yadi qolmasin. Qanday dedim, ha? Hey, bu Imron qo'shilaverdi. Taqqa qachonla chiqsaq bo'ladi. Kelar hafta chiqili. Ma hozir Asqarjonning ishi muhim ekan. Ati eng yaxshisi Asqarjonni elib, shirkatga berib, zodi necha o shirkatning amli ahvolini bir o'qib kelinglar. Voy. Bulamayanni qilib sen jab qizib ketding hamda. Endi u silning tuqquningni olgan ekan. Ataytin kapto yizidan silindab shu qilish beray dedim shu. Mening boshqa bir mening tuqqunimda. Oshtami? Unda shunda qilaylar. Ishta qilaylar. Ne shu? Bo'ldi. Unda bo'lsa. Unda baldiroq aramalaylar. Ma'qul. Lay. Voy, bu sizin atdegani Safa sozib yotsız deyman. Nem bulab da? Jabra Safa ekan bu. Boshqa odam yo'qmi ekan uyda? Tam qopsam hech kim yo'q, jimjit qo'y. Ha, qancha olsun ikkimiz yolg'iz tashlab qo'yib chiqatmaganda. Va ishi o'z chiqayotganda ya, ish qilayotganda xotin. Ajab payziga masofalarning rahatligi taqa. Voy, bir tuzukroq o'ltaslaydi, mushta yotganda biz chirib qolsa soat turdi deyman. Ay, kirmaydi xotin, kim kirdi? Mana o'qishda bilan nasib chiqar xotin. Atdigan nima qo'sa ajab ashdi, qo'ba. Bu sizlar tushni xato ko'rib qaldimi yo, nima ish oldi? Bakadim haqni o'z lag'mayib yig'ilolmaydi nima? Voy, bu haqni uy emas bu. Alkimizning uyi tursin, qo'pa jiq yiqmay. O'sim soat turdi silnimda. Voy, soat turmaydi. Voy. Qanday yaxshi qilibsizmi? Yaxshi. Qo'saqbek ochqa o'xshamamdi. Ashna azroq. Men taqsili ish ketgan o'xshaydi. Davudkamchi ish ketdimi? Yo'q, aramayotdi. Bugun yakshanba emasmi demadish. Uzoqroq aramaydi. Jimjit tursin men taqsili siyosat chiqyaptimi deb vaqra yuribmanda. Qo'saqbek ochgan bo'lsa, Adilaning pachiq va bek tamlik. Voy. Yemek turaman, men hozir nashliq tayyorlay. Ma'qul. Men yordamlashaymi yo? Bo'ldi, men o'zim. Mana. Odila mizlik pachiqi. Asla yegach o'ttirlayman. Voy, kalı go'shtsiz. Nima cho'ng parcha go'shtsiz kalı qo'rg'is deydi. Ma qo'g'ini yap baqala. Ma qo'g'iylar. Asla qana. Tam o'xshamganmi ya? Muhkam ko'ng mama va. Bak ichpasam ham yap. Mal o'tiribdim mana. Dada, kim bugün tak çıkan tut ya? Mana qilayli balam. Bugun ham chiqolmay qoldik. Kelar hep chiqayli. Bugun ma akaning azroq ishi bor. Shuni bijirdi. Bulamda? Bo'ldi. Anda ukam biz shirkatga bir chiqib kirdikmi? Voy, bu shunda bir qildi aka. Jirg'anda. Ana o'sha acham yordamlashib juma. Ma'qul. Bak, bo'ldi. Hamsa onlara qo'ysan. Yeni ko'rishdik. Ma'qul. Ishni qilib bizning mal beyib ketganlar bek chiqqirag'ach. Ul
Ulu qarab bizning ichlarimiz degan echib, aş ko'zlarimiz to'tolab, qachon kelamiz deb pek aldirab ketgandik. Oxir keldik chiqib. Bu belashga emasmi ukam? 10 ming qo'y qo'ysa 20 ming qo'y, 50 ming qo'y qo'ysa 100 ming qo'y. Bu bir oy yetmagan vaqt ichida unda bir qatlab topsa kimga qo'shyapmaydi? Shundaqa, uning ustida ish qo'llashtirgan yeri bor. Deyman, bek yaxshi bo'pti bu. Bir ala bir iniqroq surishtirib kelsa. Shundaqa adam jiddiylashtirib yo gap bo'lamidi. Voy kilidi akanız var o. Dehşet estayileden bu. Akça hamma bölümüge kirib, ayrım birdan surishtirib akçani ashla. Qavatıdı kildi hazır. Bir to'liq bilib olsak qo'yamiz xotirjam bo'lib ketamiz. Bu bir ashni uqib kelsa bir mablag'ni selib bizim bir biraqlam dumutib olsak. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Kira. Keldingmi? Keldingmi? Kel. Qanday bo'ldi? Qanday bo'ldi shuning bilan? Aldırmay anlaysa aldırmay. Bu şirket bordu ha? Bakit. Hanım bo'lsa. Qanday bo'ldi? Bir gap qilinglar, adamni jiddiylashtirmang. Gap qilinglar, adamni jiddiylashtirmang. Nima ish oldi Sadi? Zadim Davut akamning gapini anglab to'g'ri qilib ekanmiz. Bo'lmasa cho'ng chatoq chiqar ekan mana ishda. Qanday chatoq chiqdi gapni aniqroq dangli tushungilmidi bu gapni. Ma Davut akam degandek, u shirkat rostla qonunsiz mablag' to'playdigan shirkat ekan. Hozir o shirkatni pechatlab tekshirib etibdi. Shunday yenib keldik mana. Voy, unda ham emasli bir adresini to'liq tep bardingmi Voy ya? shundaki adres bor tursa Davut akam tep bordi. Şu şirketning o'ziga borganmi bo'lmasa? Shundaymi? Xato bo'lma. Badoq. Ilmufkam ziyon tortmaganga qo'shilinglar. Ras. Davut aka. Zadim o'sha o'zining bilgan ishini, o'zining kasbini qilgan. Zadim o'sha to'g'ri ekanmi? Boshqa bilmagan ishga esilganlikin go zat. Mana endi to'g'ri gap qildingiz. Biz vaqo az topsaqmi to'g'ri yo'li bilan topqinimiz yaxshi. Nada undaq bakanimga bir much pulni payda beradigan ish va jahonda. O şu endi. Japa tatmay, ejr qilmay olgan payda vaqo. Bu bir ach ko'zlik. Shundaymi ya? Ras, to'g'ri dedingiz aka. Bizga osmondan po'shkal yog'maydi ekan. Shu. Ilmo sizlar chiroyli maslahat kelibsizlar. Agar maslahat sanmay udulli borgan bo'lsanglar, yo'qdi pul. Men sizlarga desam borg'o, mush maslahatlar qilgan ish borg'o. Mush ishning oxiri hamon yaxshi chiqadi. Shundaki. Kengashlik ish buzilmas degan ras gapga aka. Ras. Muyakkam haqning qashon udul bag'an bo'lsak, oldam xaltsa tushib o'tirdi ekanmiz mana. Yani bo'lsa mablag'ini sanmabdi ekanmiz ha. Shu. Ras deysiz. Endi bu nonlig'i suv kirganda. Rahmat Juma aka sizga. O'qigan odam degan qo'zat boshqacha bo'ldi ekan. Haqiqatan sizni rasbek avara qilyapti Davutchak. Rahmat. Rahmat aka. Bo'ldi. Tirishchilik bo'lmasa hech qanday ish yoqmaydi. Unda bakarlik oson topadigan, oson erishadigan ish yo'q. Xotin uqdingmi? Antaqa qo'llarini bunda qilib. Sen izolatsizna. Oy! Ha? Mush paydadan yanmadsa sen ha? Voy bo'ldi, yenib ket, yo'q shu. O'payman me'morlar choy demlamda bo'ldi, chiqat bu ishdan. Yana qo'lni bunda qilib izolash yurdi-ya bu. Pulni ish emas aka. Planni qil yaxshi soqavatgan o'xshadonga. Toza yang'isi yo'q ana yana. Qilishda o'tmaydi. Bu o'zi bir sasa bu pulni. Qoldi gapni men bag'ani deb beray adash. Ish qilib bir balodan qutulib qoldik. Xo'sh adash, yaxshi tushga. Boshqurmasang nafsingni, yo'qitsan aqlingni degan shu-da.